Ya aka. Ben quduqning ichiga bir tal kesen tushganman Juma aka. Ya men rost quduqning ichiga bir tal kesen tushganman aka. Mening ko'zim amnichilik yutibdi aka. Qanday deysan? Tunugim biriga berib qoldim. Paperda bir o'ynaydigan aka, taqdirni o'g'irlashtirish bilan şeyga qadamim yetib qoldi. Bütün Uyg'ur qizlarining shinkalari yashaydi ekan. Nima degan chiroy ulardi ekan. Nima degan badan ulardi ekan. Kino ko'rgan qizlarning hammasi yashaydi desam, ularga o'xshab ketmay ekan, lekin ulardanmi vahshilari bor ekan. Vahshiy ekan men ko'rdim. Bir uzun sochli bir qiz olib keldi. Mana unda o'ynablar. Badan chashmishadi. Men qizni olaman dedim ichimda. Cho'qilmasdan chiqib to'y qilaman degan niyat kelib bo'ldi. U niyatim shundan yo'qsam bu yoqda birisi keldi, kalcha chashdiqlar. Uning badan X chaplab yuturadi. Birinchisi yurgim vaqi qilib qo'ydi. Ya bo'ldi. Sen bilan to'y qilaman jinim deb ichimda vahshiy qilib. U o'ltirayotgan ekanda, uni deb tursam, ammo qo'zi bidirdim birisi kelib qoldi, aka, jiraqdi. O'zini tashlab kelib qoldi. Uning chiroyi bor, popotan. Chiqib qaysi birisi gap qilishni qat'iy yuqmadim aka men. Bunda vaqtida qaramasan yutib qo'yay. Bunda vaqtida masalan nurg'un qizlar bor degina, qanday qizlar gap qilsa desang, gap qilmaydigan deb beraysan boshda, qo'lida telefon bor. Minutga bir telefon qarab tak bo'laydi. Mana qilayotgan o telefonni qo'lida tushmagan qizlar gap qilma. Ular ya bo'lmasa er aldirtib darhol inib keldi. Do'stimiz bilan chiqib olgan. Ya bo'lmasa muhabbat aldirtib darhol qaytib keldi. Ya bo'lmasa katta uy ketib aldirtib. Endi telefonimda qilayotganlari ashadagi bir o'g'il taraf bilan layya ulish bo'lganlar. Undalar berib gap qilsa, bunday vaqt sirab o'zingni qalbingga azor yeyilish ehtimolligining tan yuqori bo'ladi. Qandaylar gap qilsa, bir ilgisi yo'q shimlidek o'tirdi, o'ynaydigan birlari bor. Nazir gumgum o'ynaydi, disko qilib o'ynaydi, DJ qilib o'ynaydi, ish qilib, o'tirliqda bir 10 sekund deyishdimi, ovoz yo'qib chiqqan o'sha yoqda maktabda bir turib olgan qizlar bor. Ashtalar gap qilsa, olar gap qilsa, beshinglar bosh oyog'ingdan tash o'kish ehtimolligi yuqoriroq bo'ladi-da endi. Binoan Biraz değişik. Onun için bizim Uygur balımız hak çıraylık ki. Çıraylık. Ulardaki beden. Çıraylık bizden Uygur ballar çıkılıp anda yerlerde özünü rastnamayan kılıp bitirdi bizden Uygur ballar. Gündüzü turmuşunun aşı keyin kıstaklarda bükçüp kalan ağını ballar anda yerinin payda atlap kırdıgan bolsa ma'nın öyle. Kırdıgan bolsa hacatxana içindeki patma kırıp. Ama ya ets tam etip ketdi, yana ishini qildigan bolalar onda ya deganda qanot tabiiy chiqib qolgan. Chiroyli bizning Uyg'ur bolalar ne balla vaqt chiqishmaydigan. Aka gapni aytadi. Muhim bir gapni demoqchiman aka. Tuniga qayta aytib tursam, qo'z bidirog'i bayanmasa gapini qilgan. Yolg'iz o'tirib qopti. O jiroqdan qaradi menga. Yenimda mutadni o'qisam, men qaradimda uduq ketdim. Burcha undal ko'zimiz qarishib qoldik. Undal qildi, shuni bilan undal qilib qoldi-da, hojatxona tarafga. Şunun yürüküm bir şey gibi ama küçük ötesem yüreğim tükürüp olma. Ya bana bir bedel dedim koy ben. Şunun da yine kıyıp ne bulsam o birine baranız bir hacatxana dedi. Basam işte muhabbetim battı yine ayrılıp ketken işte işten saklap durdu. Kapılmay hem de sizimde kolunuzu çan tutup için açıkıp koyamsak dedi. Ben bu hem dünyada aldırak. Ben bu ya boludu da meydem grubu yaptım öyle Bolu da çıksam bakın. Tam dek bir tuturdu. O göz aldığın acayip yoğan değil mi? Boş düğün, boşta buku dek tuttu. İşte muşağı kömeyecek kadar öyle kadar kolum. Yoğan. Turdu. İlyar çaplap koydu kendi bir gün. Ben geldim. Dedim basam. Yine mu kep. Kep. Ya mu yaptım sen? Kança kollar sotkun zegen. Avazım. Ben ketum. Minam avazım hem çıktı. Ya hadi işim kalmadı. Vaptıma seni gep suratime. Ya diyeme. Senin uçucu. Cigirim üstüme yuğan birinin. Poong kaldı. Onun ayağın üzerine bakmayayım. Aklım tip kopsam ağzım yan çili bir yerde kapattı.